Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Biz Ideal Elektrik jamoa ustalari Chust shahriga 10 kilovatli quyosh paneli stansiyasini o'rnatdik. Inverterimiz 220 volt ishlaydi. Quyosh panellarimiz Jinko brendiga tegishli ikki tomonlama quyosh panellari. Ko'p YouTubedan bizga murojaatlar bo'lyapti. Bu murojaatimizda qanaqangi panellar tanlashimiz kerak, qanaqangi inverterlar qo'yishimiz kerak, shundan ozgina sizlarga ma'lumot berib o'taman. Qachonki qaysidir klient uy xonadoniga 10 kilovat, 20 kilovat yoki 100 kilovat quyosh panelini qo'yayotgan bo'lsa, bunda top 10 talik kirgan panellar Jinko, Longi, keyin Trina ikki tomonlama panellari, yana shunga o'xshash inverterlar, quyosh panellari ko'p. Shulardan qo'yilishi kerak. Inverterlar Deya, Growart degan, keyin Huawei degan inverterlar bor. Mana shularga Xitoy Respublikasi 5 yildan 10 yilgacha kafolat beryapti. Shularni qo'yishni maslahat beramiz. Juda ham kачественный, nagruzkani yaxshi ushlaydi. Simlarimiz, avtomatlarimiz shularni original o'zinikini qo'ysalaring, xudo xolasa yonib ketmaydi, yaxshi ishlaydi, yaxshi xizmat qiladi. Simlarni ham yonmaydiganidan, shunaqasidan qo'yish kerak. Hozir sizlarga pastda inverterimizni joylashgan joyi montajlarini ko'rsatamiz. Mana biz hozir tomdan pastga tushdik. Montaj jarayonlaridan ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Inverterimiz 220 Deya brendiga tegishli yaxshi inverter. Shitlarimizga qo'yilgan avtomatlar AC, DC, chaqmoq urganda yerga o'tkazib yuboruvchi moslamalar qo'yilgan. Shularni ham originallaridan yaxshisidan qo'yish kerak. Brendni yaxshisidan qo'yish kerak. Simlarimiz yonmas kabellardan qilingan. Deya inverterimiz 220 volt. Xonadonlar uchun juda qulay bo'lgani uchun shuni tanladik. Juda sifatli, kачественный. Bundan boshqa brendlar, yana aytmoqchi bo'lganim, Growart bor. Keyin Huawei degan kompaniya bor. Shular hammasi zo'r, yaxshi inverterlar. Shulardan qo'yilishi kerak. Like bosamiz, obuna bo'lamiz. Xizmatlar bo'lsa, Ideal Elektrik jamoamizga murojaat qilamiz. Salomat bo'ling, bizga aloqaga chiqing.